Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlaymaz. Leksiyani Washington'da sözleymiz. Leksiyada sıdağa diyoruz. Hazır sizlarga ma'lum Beijingda ishki qurultayi chilyapti. Shu qurultayda tuvandagidek gaplar o'tirg'i chiqdi. Buning rost yolg'ini qanchalik bilmaymiz. Hozir tor betlarni qoplab ketdi bu gaplar. Mundaq. Jiang Qunshan reis Xi Jinpingga qarshi birinchi payni otdi. Mavzuli xabar 3-ayning 9-kun Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijingda ishki qurultay ochilgandan keyin Xinjiang pul chiqarib tahsis qilgan chegarasiz axborot tor betida Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinpingni taxtdan tushishga chaqiriq qilib yozilgan ochiq xat e'lon qilindi. Bu chegarasiz axborot to'g'ri deganda buningga Pokistonning odamlari qatnashgandek qiladi. Tunugun televizordami qayerda tor betida ko'rib qoldik. Chegarasiz axborot tor betida Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinpingni taxtdan tushishga chaqiriq qilib yozilgan ochiq xat e'lon qilindi. Bu xat paydo qilgan ta'sir hozirgacha yo'qolmadi. Hakkerlar tor betiga hujum qildi deb faraz qilingan bo'lsa-mu, tekshirish orqali hakkerlarning hujum qilgan alomatlari ko'rilmadi. Bu tor betining Xinjiangning sekretari Jiang Qunshan bilan munosabati zich edi. Partiya ichida Jiang Qunshan guruhi reis Xi Jinpingga qarshi birinchi hujumni boshladi deb hisoblashdi. Kompartiya ichida Jiang Qunshan guruhi reis Xi Jinpingga qarshi birinchi hujumni boshladi deb hisoblashdi. Boşun törbütü Beijingdeki xabardar kishilarning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinpingning e'tibor berishini talab qilib yozilgan, istiqo berishini talab qilib yozilgan ochiq xat e'lon qilingandan keyin mamlakatlik tor betlarni boshqarish xonasi texnik mutaxassislari orqali hacker chegarasiz axborotlar tor betini Beijingda tahsis qilgan mashina gruppasi ishxonasiga tekshirib, hakkerlar hujum qilgan paktni topolmay, tor betining ichida odam bor deb gumon qilib, masalan, tor betini boshqarayotganlarning ichida maxsus odam bor deb gumon qilib, kimdir birisi kasbiy qulaylikdan foydalanib, tashqi dunyodagi qaysi bir tor betdan yo'tkab kelib, bu ochiq xatni chaplagan bo'lishi mumkin deb hisoblashdi. Xabardor kishilar yana mundaq ko'rsatdi. Voqea yuz bergandan keyin yuqori darajali hukumat bu ishga e'tibor bilan qarab, teguvchini Xinjiangning sekretari Jiang Qunshanga qaratdi. Demak, markaziy hukumat mushu masala bo'yicha Jiang Qunshanga qaratdi deydi, bu teguvchini qaratdi deydi. Bu so'z ma'nosidan sizlarga bizga ma'lum. Zodi markaziy hukumat bu to'g'rida Jiang Qunshanga nima demoqchi? Jiang Qunshanning Joyinkang, Lin Jihua qatorliq bartaraf qilingan kompartiyaning yuqori darajali rahbarlari bilan zich munosabati bor edi. Voqeaning orqa ko'rinishidan markaziy hukumat intayin sezgir bo'lib, siyosiy g'arazdan ayrim siyosiy kuchlar bilan munosabati bormi yo'q deb ko'rsatdi. Demak, bu ochiq oshkor bo'ldi. Masalan, ochiq xat e'lon qilindi, reis Xi Jinpingni iste'foga chaqirdi degan gap. Endi bundoq bo'lganda, albatta markaziy komitet shunday gumon qildi. Vaqt siyosiy g'araz bilan Jiang Qunshan guruhi degan gapni o'ttirg'i chiqishi siz bilan biz uchun aytganda tuyuqsizlikmi yoki boshqacha tushuntiramizmi? Ayrı bir siyasi kuchlar bilan munosabati bormi yo'q deb ko'rsatdi. Hozir Beijingda ishki qurultay yig'ini qatnashayotgan Jiang Qunshan muxbir reis Xi Jinpingning rahbarligini qo'llamsan deb savol qo'yganda, Shanghayning muxbiri Beijingda Jiang Qunshanga savol qo'yib, sen Xi Jinping rahbarligidagi markaziy hukumat yoki reis Xi Jinpingni qo'llamsan deb savol qo'yganda derhal ciddi salabetli muxbirga cevap qaytarmay
Can Çünşen demekine kakkandek telaffuzu bilen cevap kaytırıp Zeşoba köremiz dep cevap verdi. Bu üç boğumluq söz, Zeşoba Xitayçadaki 3 boğumluq söz Uyghur tiliga tercüme qilganda köremiz degan bilan tercüme qilsak, o vaqtida bu nurg'un kishilarga hatta markaz hukumatning odamlariga bir tasavvur makonini tayyorlab berdi. Agar mushu oy mushu kunlarda huquq markaziga kiray Xi Jinpingning qo'liga markazlashgan shundaq bir sharoitda Şinjan'ın sekreteri olan Jiang Qunshanni sen Reis Xi Jinping yadroligidagi rahbarlikni qo'llamsan desa, men qo'llayman demay. Zeşoba'ya ko'ramiz degan javobni berishi menimcha bu cho'ng yuraklikmi yoki nima deb tushuntirishni bilmayman vatandoshim, bu qaltis gap bu. Ish mushiyada. Ana usiga yana ele xatning o'ch xatningmi yana shu Jiang Qunshan turatdan kelishi bu siz bilan bizni o'ylantirdi. Agar mushundaq ish yuz berdi deylik. Kompartiyaning ichida mush ish yuz berib o'tdi deb faraz qilaylik. Nimishqa bu ish ya Xinjiang o'lkasi ya Guangdong o'lkasi yoki Xi'anda qaysi bir o'lka, Zhejiang o'lkasidan kelmay nimishqa bu ish Xinjiangdan chiqib qoldi? Nima Xinjiangning sekretari markazga qarshi chiqalaydigan bo'lib qoldi? Yani artıq cho'nqirlab tahlil qilolmaymiz buni. Hozir paket bo'lmagan ekan tahlil qilolmaymiz. Shundaqda hozir tushuntirishimiz va tahlil qilishimiz bo'yicha bu ish mushundaq bo'lsa, rost yolg'on bo'lsa, albatta hozir kompartiyaning ichidagi ichki ziddiyatlarni kuzatishga to'g'ri keladi. Yani bir tarafdan aytganda Xitoy demokratlari bo'lsa yoki Xitoy bu millatning kesilidan aytganda, onun bilan buning ziddiyati va Lipan bilan Tang Jiashanning ziddiyati va Jiang Qunshan bilan Zhou Yungang bir bo'ladi. Jiang Zeminning adım bor, o bu degan gaplar bu Xitoylarning haliqi inqilobchilik Xitoylarning so'zlari. Mana aytganda Xitoycha aytganda g'aybat inqilob, g'aybat qiladigan inqilob, bundan boshqa inqilob yo'q. Keyingi vaqtlarda bizning Uyg'urlarni o'rganganga bunday g'aybat qilishni, masalan, nima umoq, nima sar, nima ravoq, nima tavoq, nima tayoqda. Bu inqilob degan g'aybat bilan bo'lmaydi, apandilar. Bir adam mesela Abdum rayonidagi bir adam bir temir davom etkil atib qo'yib, sen buni qilmading, sen buni qilmading desa, bu ahmoq odamning ishi bo'ladi. Bu ahmoq millatning ishi bo'ladi. Millat bunday bo'lmaydi, apandilar. Herkes bunday bo'lmaydi. Buni shu Xitoylardan, Uyg'urlar bu kasal shu Xitoylarda o'rgangan bo'lishi mumkin. Masalan, deydi, Jiang Qunshan bilan uning ziddiyati va Xi Jinping bilan buning ziddiyati va Zhou Yungang bilan uning ziddiyati va bu. Amaliyotda bu ishlar mana shunday. Tek sürüştürüp koyganı mesela şu sahut türmede öldü. Marshal derdilik adam. Bu boşun türmede yatıdı. 10 marshal derdilik adam. Ben hıyanet kılımam, pulunu alamam. Sen tutuvasan türme gelip yatamam. Bu adamların üzümü cenemi şunçilek. Bu milletki inkılap royumu şunçilek. Hiç kanda karşılık görsetmeyle. Acayip iş vatandaşım.